Dişimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Endiki mavzudun birincisi 2022 yıl 5. ayının 22. günü. Mavzu emas, bunda mavzu yok. Yok, 40 sene devam. Nima dedik? Jungo bilan qarshilashga urinishlar ishga oshmaydi. Bu Wang Yi, minister Wang Yi'nin so'zi. Amerika yetakchiligida Osiyodagi ittifoqdosh davlatlar NATOga a'zo bo'lib kiramdi. Yevropaning buyuk o'zgarishi. Lekin Jungoning ajdor masalalik diplomatiyasi dunyoni bezor qildi. Butunlay mag'lub bo'ldi. Nurg'un davlatlar Beijingdan yiroqlashdi. Yiroqlashganligi bu davlatlarning Amerika bu davlatlarga ta'sir ko'rsatganligi uchun emas. Balki Jungo diplomatiya sohasida hayvi ko'rishib divaylab kelganlikdan davlatlar Jungoda yiroqlashishga boshladi. Amerika ovozi bunda ko'rsatdi. Amerika yetakchiligi ostida NATO Yevropaning sharqiga kengayib qolmasdan, balki yer shari xarakterli harbiy ittifoqqa aylanib, tahdid kuchini Osiyoga kengaytiradigan vaziyat shakllandi. NATO tahdid kuchini Osiyoga kengaytiradigan vaziyat shakllandi. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi bu davrda tunji bo'lib, Amerika Yevropadagi ittifoqdoshlarini va Osiyodagi ittifoqdoshlarini haqiqiy yo'sinda birlashtirgan bir vaziyat o'ttirg'i chiqdi. Yagim keltirib deymizga ala shahrini. Amerika davlat bexatarligining sobiq amaldori Makker Gerin Amerika Birlashma agentligiga mundoq ko'rsatdi. Amerikaning Yevropadagi, Osiyodagi ittifoqdoshlari o'rtaq duch kelgan xatarni birinchi qatam tonib yetdi. Amerika Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul yuqori darajalik amaldor Kurt Campbell mundoq ko'rsatdi. Yevro-Osiyo sheriklik hamkorlikning darajasi misli ko'rilmagan yuksaklikka ko'tarildi. Osiyoda barliq davlatlar Jungo-Rossiya birlashma bayonotida Jungo-Rossiya hamkorligida cheklimi yo'q deb bayonot e'lon qilib, bayonot e'lon qilishidan cho'chib ketdi. Jungo-Rossiya birlashma bayonotida Jungo-Rossiya hamkorligida cheklimi yo'q deb bayonot e'lon qilishidan Osiyoda barliq davlatlar cho'chib ketdi. Ve bunun asaslanıp ogohlantirib, Rossiya-Ukraina urushi o'xshash urushning endi Tinch okean rayonida qayta yuz berishiga yo'l qo'yilmaydi. Balki Jungoga bevosita qartib aytilgan so'zdan vatandosh. O'tgan oyda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar ministrlari yig'inida Ukrainani bu yig'in taklif qilgandan boshqa tunji bo'lib Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Yangi Zelandiya 4 davlat diplomatiya ministrlarini ham bu yig'inga taklif qildi. Hamda 12 yildan beri tunji qatam strategik nishon va harakat ko'rsatkichini o'zgartib, NATO Jungo Kompartiyasi omilini nuqtaloq muhokama qildi. Koreya bugun yuqori talaffuz bilan NATO internet to'riga qatnashadiganligini e'lon qildi. Boshtabi Azaniyaning Talen shahriga joylashgan bu tashkilot yoki NATOning internet tashkiloti Beijing tarafidan hakkerlik hujumiga faol qatnashadigan harbiy ishlar tashkiloti deb ataldi. Demek tunji bo'lib, yangi saylangan prezident Sak-Yol Koreya hozir nima dedi? Biz bu tashkilotga NATOning internet tashkiloti qatnashimiz. Balki Yevropa ittifoqi ham Osiyoning ishlariga aralashmaymiz deydigan burunqi an'anaviy ko'z qarashlarini o'zgartib, o'tgan yili endi Tinch okean hamkorligi strategiyasi va yer shari o'xshashligi
siyaset hüccetleri de endi Tinch okeani rayonida harbiy mavjudlikni kuchaytirishni o'ttirib qo'ydi. Va rayon bexatarligi masalasida faol rol o'ynashni ta'kidladi. O'tgan yildan boshlab Angliya, Fransiya, Germaniya qatorliq davlatlar, Yevropa davlatlari ilgari keyin bo'lib harbiy parxodlarni G'arbiy Tinch okeanga haydab kirdi. Ya'ni asosiyatan Osiyoga haydab kirdi. Davomli anglashlar vatandoshlar.